Ushbu texnikani hosilaga ponni noldan kelib tekshirish jarayonini videoga olib batafsil ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida narxini ham aytib o'tamiz. Hozir bitta texnikani ko'rgani keldik. Volvo 140 talik. Ishlagan joyda biroz og'ir, ya'ni tosh kovlaydigan joyda ishlagan. Texnika biroz holati, tashqi ko'rinishi shikastlangan, lekin hujjatlarni to'g'rilasa bo'ladi. Lekin sizlar bilan hozir asosiy qismlarini ko'rib chiqamiz, ya'ni motorlari, radiatorlari, nasoslari, strelasida svarka tegib, svarkalangan joylari bormi, yo'qmi? Buni hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng asosiy birinchilardan bo'lib e'tibor beradigan joyimiz bu texnikani strelasi bo'ladi, ya'ni agar bu joyi svarkalab yoki svarka tekkan bo'lsa, uni yamib qo'ygan bo'lsa, bu juda ham jiddiy muammo bo'ladi. Chunki asosiy qiladigan ishi bu strelasida bo'ladi, bilasizlar, asosiy yuk shu yerga tushadi. Keyinchalik bu o'sha singan, eski singan joydan sinib ketishligi mumkin. Xo'p, bu texnikamizda mana bitta tosh oladigan ko'vishi, chunki ishlayotgan joyda mana tosh kovlaydigan joy. Mana bu tarafini ko'rsanglar bo'ladi. Va bu yoqda mana bitta o'zini katta ko'vishi ham turibdi. Xo'p, mana strelasini tekshirdik, buni video oldidan ham hech qanday svarka tekkan joy yo'q. Hamma joyi toza ekan. Balonlari juda ham eski, avgor. Ancha mehnat qilgan. Buni balonni yilib ketishining ham sababi mana bu tosh joyda ishlayotganligi. Chunki qaranglar, mana bu yoqda 480 talik turibdi, uni ham holati shu bilan bir xil. Xo'p, mana strelasini tekshirdik. Yaxshi. Endi bu joyini mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Zarba yegan. Bu joyini ham to'g'rilasa bo'ladi. Bizga kerak bo'lgan joyda mana bu ichi mana. Va tagi, kardallari. Shu ikkita qismidan yog' qo'yib yuborgan bo'lsa, bu ham muammo bo'ladi, muammolardan biri bo'ladi. Hozircha bunda holati nisbatan yaxshi. Keyingi qismi esa nasosi. Mana. Nasoslari yaxshi. Umumiy texnikani holatidan ko'ra qaranglar, mana juda ham ayamasdan minilgan ekan. Umumiy texnikani tashqi ko'rinishidan ko'ra ichki, ya'ni holati yaxshi nisbatan. Mana qaranglar, вообще. Shu tosh tashlanganda shuning uchun rasvo bo'lib ketgan. Mana bu yog'i ham mana zarba yegan, bu tarafi. Bo'lmaydi. Va keyingisi mana radiatorni ko'ramiz. Qaranglar, mana radiatorlari yaxshi-da hamma joyda. Radiatorlari toza, mana shilanglari ham toza. Mana texnikani tashqi ko'rinishi juda ham yomon ahvolda. Ichlari yaxshi. Mana umumiy xo'p, общий kadrda ko'rsataman sizlarga. Va yana bitta asosiy nuqtasi xo'p, ko'tarib turing. Strelasini ko'tarib tursam, men sizlarga chiqib motorini ko'rsataman. Bo'ldi. Mana bu joyini ham ko'rsa bo'ladi mana. Va mana bu joyda ham asosiy joydi. Chunki mana bu shilanglari yorilib ketgan bo'lishligi mumkin. Bu joydan ham yog' oqadi. Shu joyga ham jiddiy e'tibor berishimiz kerak bo'ladi mana. Xo'p, motorini ko'rsataman. Xo'p, mana ishlagan joyda. O yoqda mana 480 talik ishlayapti toshda. Toshda ishlaganligi uchun texnikani tashqi ko'rinishi anchagina xafa, ya'ni shikast yegan joyda ko'p.
Bundan tashqari hozir biz полный buni ikir-chikirigacha tekshirdik. Endi hozir videoda uzab ketadi bu. Sizlarga hozir tezroq asosiy qismlarini ko'rsatib o'tdim. Buni endi so'ragan odam borligi sabab biz kelib tekshirdik. Ko'rdik, mana texnikaning holatini, videolarini oldik va o'ziga tashlab beramiz agar ma'qul kelsa. Xo'p. Ma'qul kelsa olib beramiz. Chunki aytamanki, mashinani texnikani tashqi ko'rinishi shikast yetgan joylari ko'p bo'lganmi, ichi asosiy qismlari yaxshi. Bemalol xizmat qiladi. Shunaqa bizda hurmatli mijozlar, mana kelamiz. Mana shu texnika ma'qul keldi desa, mijoz biz boramizda, mana ishlab turgan joyga kelib tekshiramiz hatto. Ma'qul kelsa, oxirgi, ya'ni so'nggi qarorni qilamiz. Ma'qul kelmasa, boshqa variantlar bo'lsa, ularni tashlab beramiz. Bu texnikani ham hozir mijozga rasmlarini, videolarini to'liq batafsil yuboramiz va oxirgi qarorni o'zlari qabul qiladi.